kuni fermer xashak to'la omborxonada qo'l soatini yo'q kotib qolganini sezib qoldi. Gera uzoq va natijasiz qidiruvlardan so'ng umidini uzdi shu atrofda o'ynab yurgan bolalarni ko'rib ulardan yordam so'rashga qaror qildi. Bolalar omborxonaga yugurib kirishdi, xashak uyumlarini titkilab hamma joyni qolib chiqishdi. Lekin soatni topa olishmadi. Fermer soatni topish harakatlarini to'xtatmoqchi bo'lib turganida oldiga bir kichkina bolakay kelib unga ham imkon berishini so'radi. Ko'tim tovo fermer bolani omborxonaga jo'natdi. Birozdan keyin bolakay qo'lida soat bilan chiqib kelgan edi. Fermerning hayrati ichiga sig'madi. Xursand bo'lib ketgan fermer qiziqish bilan boladan so'radi. Qanday qilib boshqa bolalar uddalay olmagan ishni sen bajara olding? Bura shunday javob berdi: men hech narsa qilganim yo'q. Shunchaki polda o'tirdim va quloq soldim. Sukunat ichida soatning chiqlashini eshitdim. Tovush kelayotgan tomonga qarab bordim va uni topdim. Xotirjam va bezuda aql-aqlga aylanadi bezovta. Aqldan ko'ra yaxshiroq fikrlaydi. Ba'zan shuncha joy xitash va tinglashni boshlash kerak.